Biza yosh oila bo'lishimizga qaramasdan sayohatlarni juda ham yaxshi ko'rganim uchun turmush o'rtog'imni ham har safar bu narsaga jalb qilveraman. Zora bir kun o'zlarini ham qiziqishlari uyg'onib qolsa edi. Chunki sayohat bu har bitta inson uchun juda ham kerakli, muhim narsalardan bittasi. Har bitta inson o'zini hayotida sayohat qilishi kerak deb hisoblayman. Hech bo'lmaganda O'zbekistonning ichida. Va albatta sayohatni bolalar uchun ham, yosh bolalar uchun ham foydali tomonlari juda ham ko'p. Bu haqda video davomida gaplashamiz. Demak, bu videoda sizlar yosh oila 1,5 yasharli bolasi bilan qanaqa sayohat qilishi va qisqa muddatli 5, 7, 10 kunlik sayohatlarga asosan nimalar olish, oziq-ovqat mahsulotlaridan nimalar olish to'g'risida gaplashamiz. Mashina buni? Yo'q, mashina emas, axlat mashina. Sizga kelyapman, qara. O'zi mumkinmi? Biza er-xotinlar hozir 2,5 yoshli farzandimiz borligi uchun ham aynan yosh bola bilan sayohat qilishi qanaqa qiyinchiliklari, shu bilan birga foydali, qiziqarli tomonlari borligini yaxshi bilamiz. Sayohat bu inson uchun juda ham kerakli narsa. Men juda ham o'zim sayohatni yaxshi ko'raman. Yangi joylarni kashf qilishi, yangi joylarni ko'rishi va har xil insonlar bilan tanishish, xilma-xillik menga juda ham yoqadi. Bir xil monotonniy hayot men uchun emas deyman har doim. Bu sayohatimizda o'g'lim 1,5 yosh bo'lgan edi. 1,5 yosh bola bilan juda ham yosh bola bilan sayohat qilish har doim ham oson bo'lmasligi mumkin. Chunki siz juda ham ko'p risklarni bo'yningizga olib sayohatga chiqayotgan bo'lasiz yosh bola bilan bo'lganingizda. Buni oldindan bilib, hamma tadbirlarni oldindan olish kerak bo'ladi va stressga bardoshlilik sizda juda ham kuchli bo'lish kerak. Chunki bola bilan sayohat sizga har doim ham shunchaki fan bo'lmasligi mumkin. Bola bu noqulaylik, tak что har qanaqa sarguzashtlarga va qiyinchiliklarga tayyor bo'lasiz. O'g'limizning birinchi sayohati bo'lgani uchun yo'l bo'yi qusib borgan. Avtobuslarda ham, samolyotdan tushgandan keyin ham hamma kiyimlariga qusib tashlagan. Borganimda juda ham ko'p kir kiyim bo'lgan edi sayohatda birinchi kunidan. O'g'limning mazasi bo'lmaganidan shunaqa Airbnbdan chiroyli uy olganimiz ham ko'zimga ko'rinmagan. Uy videolarini bo'lsa keyingi kunlari videoga olgan edim. Lekin sayohat bunga arziydi. Yangi joylarni kashf qilish, shunaqa dengizlarni ko'rish, dengiz oldida vaqt o'tkazish, tinchlikda, sokinlikda dengiz hamma charchoqlaringlarni, negativ xayollarni o'ziga tortib oladi. Oldindan shunaqa odatim bor, dengiz oldida soatlab o'tirishi va pesoklarni ustida narsa yozib yoki shundoq ham yotishni juda ham yaxshi ko'raman. Osmonga termilib yotish meni joni dilim. Lekin 1,5 yasharli farzandim bilan birinchi sayohatimiz bo'lgani uchun dengizdan juda ham qo'rqqan edi. Buni yana bitta sabablardan biri men bolani qo'rquvini hisobga olmasdan uni suvga olib tushganim va suvda u qo'limdan tushib ketib qolgan. O'shandan beri bolamda fobiya paydo bo'ldi. Bolani emotsiyalarini ko'rish, sayohatdagi har xil adventurelar, ya'ni sarguzashtlar sayohatga bola bilan chiqishingizga ham juda ham arziydi. Xo'p. Dengizda maza qilib cho'milib charchagandan keyin odam yaxshi ovqat yegisi keladi. Mazali, sog'lom va sifatli ovqat yeyish men uchun baland turadi. Sizda har doim yaxshi ovqatlar bo'lmasligi mumkin. Masalan, mahalliy joydan halol ovqatlar sotadigan kafe, restoranlarni qidirib topib, etga borganingizda ham ovqatlari shunaqa mazali bo'lmasligi, sifatsiz bo'lishi va juda ham qimmat narxlarda bo'lishi mumkin. Masalan, shu restoranni juda ham uzoq yo'l bosib kelganda va atiga bir dona xachapuri bilan bitta-bittadan shashlik yeb, shashliklari ham juda ham bemaza edi. Chiqib ketganmiz. Shuning uchun men ovqatga juda ham qattiq qarayman va albatta sayohatdan oldin o'sha siz borib tushadigan otelmi, Airbnb uymi, resort bo'ladi. Buni atrofini bittalab ko'rib chiqqaningiz yaxshi, tanishib chiqqaningiz yaxshi, chunki oldida magazinlar bormi, oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan joy, sabzavotlar, meva-sabzavotlar sotadigan joylar bormi, yo'qmi, shu narsani ko'rib olish juda ham muhim. Chunki mana shu aynan sayohatga borganimizda o'g'lim juda ham kichkina bo'lgan, smes ovqatlar hali ichardi, pechenyelar yerda. Bu narsalarni oldimda solib olganim bilan, lekin aynan meva sabzavotlarni topishga biz juda ham qiynalgan edik. Bu sayohatimizda biz bitta orolga borib tushganimiz uchun u orolda juda ham produktoviy magazin topishga qiynalgan edik, lekin 1 soatlik yo'l bosib bitta magazindan shunaqa bodring, pomidor, kartoshka, ozgina piyoz va tuxum olib kelib olganimiz esimda. Va eng kerakli shu mahsulotlardan uyda ovqatlanish uchun tez pishadigan narsalar tayyorlab, uyda yaxshi qorin to'yg'izganimiz esimda. Men har doim oladigan narsalarim bor
o'zi ortiqcha yuk bo'lsa ham bu narsalarni har doim olaman. Masalan, choy, yaxshi choy, novvot va tuna baliqlari. Chunki nima vaziyat bo'ladi biz bilmaymiz. Undan tashqari uyda pishirilgan biron nima ham olaman. Kolbasani Koreyadan olib ketganman. Qolgan narsalarni bo'lsa shu orolni o'zidan zo'rg'a qidirib topganmiz. Oddiy kartoshkani qovurib, fri qilib, oldiga achichuq qilib yeb olganimizda ham oldiga qaynatib, qornimizni juda ham to'q tutgan. Men har doim oladigan mahsulotlarim bu novvot va albatta choy, chunki choy hamma joyda ham yaxshi bo'lmaydi. Novvot ham ko'p vaziyatlarda meni o'zimga kerak bo'ladi. Meni yaxshi taniydiganlar juda ham ustimdan mana shu odatim uchun kulishadi. Uyda biron bir narsa pishirib olaman, aynimaydigan, qotib qolmaydigan, to'kilmaydigan. Sababi siz qachonki Airbnbdan uy olganingizda ovqatingiz hammasi o'zingizdan bo'ladi. Va men odatda ahmad choy ichaman. Hech qaysi Airbnbda ahmad choy bo'lmaydi. Choyligi kelib, Ahmadimni topdim desam, Ahmad bu yerda juda ham qimmat. Earl Grey'si 26 ming. Bitta ham Malayziyaga sayohatimizdan oldin bozor qilishga kelgandim. Zaytunlarga eng assortiment ko'p bo'lgan magazinga kelib, o'sha yo'lga kerak bo'ladigan, sinmaydigan, bonkasiz bo'lgan zaytunlardan olib ketgandim. Bonkali mahsulotlar imkon qadar olmagan yaxshi, chunki ruchnoy bagaj bo'lgan taqdirda ham sinishi mumkin. Malayziya sayohatiga ozgina boshqacharoq narsalar ham yig'dim va uyda ham boshqa narsalarni pishirib olganman. Buni videoning oxirida ko'rishingiz mumkin. Bu videoni Koreyada tayyorlamadim, chunki Malayziya sayohati juda ham shoshilinch bo'lib qoldi, kutilmaganda bo'lib qoldi va videoni uyda tayyorlaganimda biza to'chna aeroportga kechga qolgan bo'lardik. Hammaga salom qizlar. Bu videomizni bizani Koreyada olinish kerak edi, Seulda, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra Koreyada olmadim. Chunki Koreyada olganimda biz to'chna samolyotga kechga qolgan bo'lardik. Demak, bu videoda biz ko'rib chiqamiz qisqa muddatli sayohatlarga, 3 kun, 5 kun, 7 kunlik sayohatlarga odatda nimalar olish kerak. Sayohatimizdan oldin men o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni halol marketga borib sotib olganman. Bizda sayohatga joy tanlaganimizda ataylabdan all inclusive tanlamadik. Bizda sayohatga tayyorlangan paytda ataylabdan biz all inclusive otel olmadik. Bizda resort, birinchi marta shunaqa resortda dam olishim. Har doim Airbnb uylarda yoki hostel yoki yana shunga o'xshaganlarda dam olardik. Ya'ni bizda ko'proq erkin sayohat bo'lgan. Endi bu safar bo'lsa yosh bola bilan bo'lganim uchun biz resortga keldik. Ya'ni katta shunaqa otel atrofida to'la shu dam olish uchun mo'ljallangan qulayliklar dengizni oldida joylashgan. Demak, men o'zim bilan nimalar oldim va qisqa muddatli sayohatlarga odatda nimalar olaman. Birinchi o'rinda tuna. Chunki borgan joyingizda har doim ham halol marketlar topolmasligingiz mumkin. Masalan, biz o'tgan yil Jeju Islandga borganimizda rosa ham marketlarda qiynalgan edik. U paytda bizda Airbnbdan uy olingan edi. 3 xonali uyda o'zimizda yashaganmiz. Halol ovqatlar topishga juda ham qiynalganmiz. Borgan restoranlarimizda ham ovqatlar shunaqa yaxshi emas bo'lgan. Bitta eronliklarning kafesida yaxshi ovqatlangan edik. O'shaning uchun men o'zimga tuna konservalarini o'zimiz uchun oldim. Birinchidan halol, ikkinchidan oqmaydi, aynimaydi, hech narsa qilmaydi, sizlar bilan turadi. Keyingisi zaytun, olivka, keyingisi jo'xori, pomidor, bodringlar bilan shunda salat qilib tayyor yeyishga. Uyda non pishirib olganman. Bu har doim ham kerak bo'lmasligi mumkin, lekin mana bunaqa narsalar olsanglar har doim bu foyda bo'ladi. Ayniqsa agar davlat musulmon davlat bo'lmasa, musulmonlar juda ham ko'p bo'lmasa, qiynalish mumkin. Halol mahsulotlarga. Bitta yana bitta italyanskiy tuna. Uyda bulochkali pishirib olganman. Aynimaydi, hech narsa qilmaydi. Bolam ham bemalol yeydi. Oyjon yuborgan shokoladlardan bitta olganman va bolamga pechenka oldim. Bu ham oyjon yuborganlaridan tuxum qaynatib oldim. Lekin bizga kelgan davlatda tuxum bilan go'shtli mahsulotlar mumkin emas ekan. Aeroportdan kirgizmasligiga ozgina qoldi. Ya'ni tuxumimni olib shundoq musorga tashlamoqchi edi. Keyin уже biz vaziyat tushuntirganimizdan keyin biz mayli deb исключение qilib qo'ydim. Lekin bu davlatga kelganingizda sizlar go'shtli mahsulotlar va tuxum olib kelmasligingizni maslahat beraman. Va kotlet qilib olgan edim. U bizda xolodilnikda turibdi. Samolyot bizda low coaster bo'lgani uchun samolyotdan ovqatlar olmadik. Mana shu suvni bo'lsa $2 sotib oldim. Qisqa sayohatlarga iloji boricha aynimaydigan, to'kilib ketmaydigan, suvli bo'lmagan narsalar olganinglar, suxametkalar olingani yaxshi. Aeroportdan iloji boricha aeroport atrofidan va resortni o'zidan narsalar sotib olish kerak emas, chunki juda ham qimmat turadi. Lekin biz hozir chiqib ovqatlandik. Avtorkimiz beriladigan edi, lekin obed uchun kishi boshiga $20 aylanadi. $20 pul berib zavtrak qildik. Hamma narsasi bor, qiynalmaydi. Resortda hamma narsa bo'ladi odatda, lekin atrofdan торговый sentrlar, produktovoylar topilmasligi mumkin. Har doim ham, ayniqsa u shahardan uzoqda yoki qanaqadir island bo'ladigan bo'lsa.
Keyingi videolarda bitta Muhammad Rasul ham o'ynab yuribdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Muhammad Rasul xayr qil. Xayr. Aytgancha esimdan chiqibdi. Bu safargi sayohatimiz Malayziyani Kota Kinabalu degan provinsiyasiga bo'ldi. Bu ko'proq yoshlarga mo'ljallangan, o'sha honeymoonga mo'ljallangan kurortni zona ekan. Bizga juda ham yoqdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, share qilinglar va qiziq bo'lsa kommentariylarda yozib qoldiringlar. Men sayohatimizning videosini qo'yaman.